Assalomu alaykum barchaga. Bugun sotuvda Farx mashinamiz chiqyapti. Yili 2022-yil, prinsipi 2016-yil. Ballonlari tegashdiki 60-70-80%. Ikkitasi sal charchagan ekan, nariga betlaydi. Hop, 245 ming yurgan tegachi. Prinsipi 2016. Ballonlari hop, 4 ta ballon yangi, sredimosdagi 50% 60% ballonlar. Prinsipimiz ideal holatda, holati zo'r. Mana prinsipimiz ichlari. Akamiz nomerlarini qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Gazlik, metan. Dokumentlari 100%. Akamiz narxini 110 ming deyapti. 20%, 30% yetmagan joyga yana kelishamiz varianti bor deyapti. Variantga ham kelishsalaringiz bo'ladi. Xo'p. O'zimizda yurgan, ishlagan Surxondaryo Denovda manzilimiz. Kelishsangiz akamizga telefon qilsalaringiz bo'ladi. Bu videoni soqqani soqqaga uradigan akalarga jo'natib qo'yasiz.